Energiyaga boy, o'z yo'nalishi va ijodiy yangiliklarga intilishi bilan boshqalardan ajralib turadigan xonanda Gulinur muxlislar e'tiboriga o'zining ikkinchi konsert dasturini havola etdi. Konsert davomida 20 dan ziyod tarona ijro etildi. Ularning orasida premyeralar va kutilmagan duetlar ham bo'ldi. Jarayonlardan muxbirimiz xabar qiladi. Har bir qo'shig'i tomoshabinlarning qalbigacha yetib boradigan xonanda Gulinur konsert dasturini kuttirib taqdim etadi. Sababi haqiqiy ijod mahsulini tayyorlash uchun yetarlicha vaqt kerak deydi xonanda. Men har yil konsert berishni xohlamayman, chunki bitta san'atkor bir yil ichida polniy konsertda aytadigan yangi ashula qila olmaydi. Bitta chiqaradi, ashula o'xshamay qoladi, keyingisi hit bo'lishi mumkin, undan keyingisi hit bo'lmasligi mumkin. Men nimani xohlayman? Muxlislarimga yangilik qilishni xohlayman. Yangi ashulalar, yangi chiqishlar, yangi imij, yangi ko'rinish. O'zgacha chiqishlar, kutilmagan yangiliklarga boy bo'lgan konsert dasturining rejissyori Sunnat Namozov. Men o'zi asosan Bahrom Nazarov konsertida qilaman. Ko'p joydan taklif tushadi. Men to'g'risini aytaman, juda ham mas'uliyatli ish. Kinodan ham mas'uliyatli ish. Gulinur bilan farqimiz faqat onamiz tug'maganda. Biz shunaqa yaqin aka-singilmiz. Gulinur yo'q deya olmayman. O'zim aynan monitor bilan, ritm bilan, svetlar bilan ishlash yaxshi ko'raman. O'zim dinamikniy odamman. Shuning uchun xudo xolasa, hali natijasi Allohdan. Syomkalarda ham iskustyivniy yomg'ir gaplashib qo'ysak, yomg'ir kerak bo'lsa, Xudoim o'zi yomg'ir yog'dirib beradi. Shu darajada ko'ngli ochiq. Yonib ijod qiladigan san'atkorlardan biri xonanda Gulinur ko'plab qo'shiqchilar bilan duet kuylagan. Bu gal esa klipmeyker va kompozitor Jamshid Isaxojayev bilan yangi tarona kuylandi. Bu ashulani bitirib qo'ygan edim, ancha bo'ldi. Qaradim, ovozlari shu baland chastotalarni oladilar, tepa notalarni. Shu ashulani xoladim. Ayniqsa ijodkor sifatida men tan berdim ularga. Keldilar, professionalni yetilgan vaqtda ham punktualnost bor. Kelgan ishlari ham tez bitadi. Endi o'zim ham ko'p inson bilan ishlayman, bir xil odamdan qiyin bitadi. Ko'ngli toza odamdan tez bitadi. Bir kunlik konsert yuqori darajada o'tkazilib, sahnada har bir chiqish qalblarga chuqur kirib bordi desak, adashmagan bo'lamiz.